Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan yana har doimgidek Komiljon o'z. Bugun biz yana Namangan Simental firmasidan video obzorimizni boshlaymiz. Bugun hafta kuniga dushanba 22-aprel 2025-yil. Bizda mana zagonda yurgan bir dona toza German simental buqamiz sotiladi. Juda achchig'i chiqyapti. Oldiga borgani ham buqamiz. Aziz obunachilar, ko'ring mana yumaloq bo'lib ustida tuxum o'rnaydigan darajada juda chiroyli holatga kelib qolgan. Juda achchig'i ham chiqyapti. Endi buqamiz ham oldiga borgan. Aziz obunachilar, har safar bo'zak chiqaring, kattasi chiqaryapsiz, kattasidan chiqarmayapsizlar deganlar uchun mana katta buqadan ham chiqaryapmiz. Xohlaylar mana zotga zagonga firmani ichiga tashab qo'yinglar, sigirlarga qo'shib, xohlaylar mana go'shtga bemalol foydalansalaring ham bo'ladi. Bu ishgan holat emas. Bu tabiiy holatda semirgan. Mana buni orqa ketlari. Ko'raveringlar aziz obunachilar. Buni kilosi 1 tonna nari verida. Xudo xolasa. Oyoq qo'li butun, sog'. Yeb ichishi, tani joni sog'lom mana. Kallasi ham, kallasini o'zi ham 200 kilo chiqadi bu jonivorni. Juda ham chiqyapti. Aziz obunachilar, videoni kuzatishda davom eting. Bittadan like'larni bosib qo'ysalaring biz xursand bo'lib, yanada videolarimizni davom ettirishda charchamaymiz xudo xolasa. Tirik vaznga olaman deganlar uchun mana 65 ming so'mdan chiqqan kilosiga kechadan xayriga qilib beramiz. Xudo xolasa kamitib kelishib olaverasizlar bemalol. Tirik vaznga 1 tonna nari beradi. Mo'j 1 tonna 100 chiqar, mo'j 900 dan baland chiqishi aniq. 1 tonna atrofida chiqadi xudo xolasa. 65 ming so'mdan taroziga xayrini qilib beramiz xudo xolasa. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. 99lik 142 04 08. Mana asl zotidan. Germaniyani o'zidan kelgan xudo xolasa. Hech qona enigani bas. Bemalol zagonga qo'shib nasl olsalaring ham bo'ladi bir partiya. Keyin sekin go'shtga shug'ullansalaring ham bo'ladi. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi video obzorimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha.